Ay, keldingizmi? Xudo, Cesur yili qaytib keldimi? U doktorxona bek aldirash. Bugun kelamizmi-ki? Nima? Bu har qancha aldirash bo'lsin, uyga qaytish kerak-da. Bölümni kengaytirish ishlari sal aldirashchilik bo'layotdi. Bu aldirashchilikmi bir necha kun tugab qolar. Dodam turib ya onunga yardım qilmaydi ekan. Buning ishi kallamdan chiqmaydigandi mana. Meni rad qilib yutib qolsa, bu qilmashmoq ish bo'lib qoldi. Ikkalamiz o'ng'aysizlanib qolamiz. Bu ishga tavakkul qilmay. Eng yaxshisi bu ishga tavakkul qilmay. Canımkensiz. Nimdigan tümge aldırışçılık bu. Qisans basam bulamdı. Şu işler sadece bo'lardi. Aldığımız katta bölümde kengaytishigini vaqti. Shuni tayyorlab qilyapmiz. Ammo qachonroq qaytib kelsiz? Ne aytib borman. Kemal, tuniga necha qamlashimga aşık oldu ya. Voy yaqay, yilimi sizlar yolg'izlik ham chanmadi. O'ngimidan sizga olgan tug'ilgan kun sovuqni mening kamdan dam deb qo'ydim deyman. Tag'am bek ko'moqchimi, o'ta qishimiz qo'yilib chiqibdi. Bundoq bo'lsin. Haydi. Men bo'lgandima? Ajab bir tuyuqsiz asab qoldim-ma? Sarang olib qolgan o'xshayman. Direktor. Yaxshimisiz. Yaxshimisiz. Buni sizga olg'ash kelgan. Rahmat. Kecha chuqurga o'xshamamsiz. Rangingiz faqat yaxshi emas. Shettiga azroq uxlagandim. Ko'zlaringiz o'ltirishib, odamni ansirtib. Kech uyga qaytgansiz? Qaytma. Ya. O'tmay qo'ydi. Chiq ya. Yana chiq ya. Yana. Siz yo'q bir kun, xuddi bir yilda o'tdi ekan.
Orman bek okşap durkan. Emiş köpürek yanla. Rast pek o'xshab turibman. Mana yap bera. Mana ka. Ha ala balam ala. Ha kızım siz mi elin atadın? Ma'qul. Aka ağzın titramiz çıkrak yine. Evet mi? Mana terima. Bak. Ismoil. Ha hoş. Amsa keşte baldırak kilanlar cuma. Ma'qul dada. Ha. Kech ko'rishaylik. Ma'qul. Alloh xo'sh. Xushamman. Hoş. Rasma, direktorga ne bo'lgani deb kuyimcham bo'lib ketibdi. Direktor? Ha, tamam atqanma. Ha, Siz bakasizda Aliya. men Shadiya direktor. Shadiya ras. Rahmatli. Yani bu bak. Kino kartisi. Vaqtlar chiqqanda Aliya bilan kino ko'rib kelinglar. Yani bu tamoq kartisi bor. Kinodan keyin g'azalanib kelsanlar-da, ma'qul. Ajab yaxshi juma direktorsiz. Rahmat direktor. Sigrim tadmi? Yaxshimisiz? Men Xislat. Nima? Bank qarzi tushdimi? Ajab yaxshi. Bo'ldi. Bo'ldi. Men hozirla bir rasmiyat tekshirib kelib olay. Rahmat sizga. Ajab yaxshi. Yaxshimisiz, Aduka? Oy, ha, qandaqroq Akbarjon Aduka? Ahvolingiz yaxshimi? Ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi, o'zingiz yaxshi. Ha, so'qmoq lozim o'xshamamiz. Yo'q aka, men mana shu yaqin atrofdan bir advokat o'rnashgan. Shuni sizdan ko'rishgach, mavo meniki sim kartochkam. Agar shu qonunga aloqador bir qiyinchilik yo'liqib qolsangiz, bevosita meni izlasangiz bo'ladi. Men qilib kirish yordam qilaman. Mening qo'limda ishlarim yo'q. Ya, hamda deyman-ku. To'g'ri. Ishimdagi bo'lmaydi. Rahmat. Ma'qul ekan bo'lsa, ishlarimizni ham ko'rishamiz. To'xtam, makinam. Ha, mash, do'kirimiz. So'rog'ingizmi yaxshi bo'ldi, ukam. Ha. Bizim ishada o'zim ishlab. Ha, olim aka, bu so'qmoqlarimiz bak o'xshaydi ekan juma. Ha, shu o'zim ishlab, o'zim tortib xili. Bo'pti. Yardi bor. Qallaga. Mush. Tepqinglar ukam o'zim ishlagan mahsulot. Rahmat. Ha. Adasa, pulni necha vaqt? Voy, yo'q, unda deyishmaymiz. Bir ikkinchi qatim ko'rishyapmiz. Hamdok ketib qolmamdi. Ma'qul aka. Rahmat undasa. Bo'ldi, ma'qul. Yana bir ishlar kelasiz. Ma'qul. Ma'qul aka, ma'qul.14虽然底带没有了，但右边中带没问题。现在好像是12、13吧，左边12、13，这个地方是这局的南边。不像是这个，应该是配到2号左半边9分1的。Yaxshimisiz? Yaxshimisiz direktor. Kechda vaqtingiz bormi? Biz tamoq yiyin degandim. 效果不理想。 Ikkimizmi? Ha. Ma'qul. 能借5号进呢？ Kechda ko'rishamiz. Ma'qul. 仔细看看啊。直接有薄。往西的话，还可以打。
13实在是不好打。Ayirjumpning qutisi o'zgardi. Yenisi texmi qaltis. Ishchimlikning chempioni Ayirjump. Qalğaç markalı sopun paraşütü vətən erkin çıxırıcı. Vay neminən? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Ben Dilkan Xalqaro So'z cheklanish şirketi tajdorligini olgan Ot Arzusi filmidagi Talat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Sizga g'ash kelyapti. Maktab sizni men tomoq chaqirdi deb o'ylab boqmoqchi ekanman. Voy direktor, siz xato tushunib qolgan o'xshaysiz. Men sizga o'zingizni qaytarayman. Chaqirgan. Bu ma'lumotlardan qaytarayotgan 150 millionsiz. Nima? Oldi direktor. Tushirmasangiz bo'ldi. Men do'stim bilan ko'rishib, hamma ishlardan xabardor bo'ldim. Ben qarabsizlar, bana bu pulni hozircha lozim yo'qdir. Agar sizga lozim bo'lsa, rahmat direktor. Men shu uyni raniga qo'yib bankdan qarz olgandim. Do'stimning oldin meni xijolatchilikdan qutuldirganingizni sizga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Bu sizning pulingiz. Elan. Bu berib olgan pulni men qaytarmasam qanday bo'ladi? Uning ustiga uyingizni raniga qo'ydim deb yursiz. Oldilar bankini pulni qaytaryapti. Yo'q. Mening mashinam bor direktor. Uyning ijarasini olib oldirmay qaytarsam bo'laverdi. Rahmat sizga. Sizlar. Bo'ldi. Qanday qilaman? Direktor. Men faqat sizga rahmat aytish uchun sizni tomoq chaqirgandim. Qaraganda sizga sal xato tushunchim berib qo'ygan o'xshayman. Mening faqatlan boshqa niyatim yo'q. Kechiring direktor. Ammo men maytlar shirkat ko'rsak. Sizlar. Yüzünüzün gitmini tapıp ketaveramsiz. Nima demoqchi bo'lganingizni tushundim direktor. Tushunganim deb nima qilsiz? Direktor. Siz gapimni zodi tushundingizmi, tushunmadingizmi? Tushunishni xohlamayman. Nima uchun? Sababi nima? Chunki siz direktor. Men degan kotib.
Siz o'zingizni bak aqlli chig'laydi o'xshamamsiz, ha? Bilamsiz, siz mana dunyodagi eng do't, eng yaramsiz ayol. Bak qo'lini qo'ydi, ha? Siz o'zingizni nima o'ylab qildingiz sizlar? Ha? Ya jur'atingiz yo'q, ya samimiyatingiz yo'q. Men tirishayotgandan keyin menga moslashsangiz ham bo'lmadimi? Qo'limni qo'ydi deyman. Tugmidi, tugmidi. Anglig'im yo'q. Anglasam pushaymon qilaman. Kim sizni to'sib oldi? Menmi yo o'zingizmi? Hamma odam. Direktor. Qarorimga hurmat qiling. O'zimizni tutib olaylik. Hissiyatning keyniga berilmaylik. Bu xil kayfiyat, hissiyat tez vaqt o'tib ketadi. Qo'limni og'ritdingiz. Xislat. Gapim taq tugmidi. Bugunga seni uy qaytmamsiz? Yo'limni 3 kun bo'ldi shuni oldirishlar orqali. Ma'qul. Amsi damisingiz diqqat qiling. At ko'rishali-a? Xo'sh. Tamam pişip kaldı kırıp kızgı diye bana. Sen çık tamamını yiyeş dur. Hazır coşturuyu tüple çıkma. Ben yerden şey mi ya? Yak yerden işte iş yok. Sen çık ya. Onda o çakarak olacağım tamak soğuk kalmışsın. Hazır çıkmaz. Makul. Uy! Tağa! 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 Tağa neyim oldunuz? Tağa! Gözünüz açma! Tağa gözünüz açma! Abba! Tağa gözünüz açma! Heriza! Tağa! Tağa neyim oldunuz? Neyim oldunuz? Edemde kokusundan siz! Ha, alıp ka. Şunak mesele yok ki. Hemiş normal kaycı mı? Uy, nima bo'lsa, sumakchi masala yo'q aka. Ajab yaxshi. Sana dedim bu. Şuna çatak yok desem unutmaymış doktorxonaga akib oldim. Alıp ka. Evet, eksnurga tushib qilyapti. Mesele olmasa, qaysingiz oldu? Mesele ko'rib qolsa doktorxonaga yatsizji bu. Yetib mu ketmasmi endi? Uy, sen doktormisan? Yot degandan yotsan. Ha, so'ngalti masala yo'q dedi o. Asta uy ketib olaylik ka. Voy shundoq bo'lsa, tekshirib boqmamsan. Uy aka. Yetib bera. Kuyan ketime demem. Bir gün küstüleceğim. Sizler berip resmi ötetemsizler. Makul. 5号床的情况怎么样？5号床病情今天不太平稳，他夜间体温有点偏高，血压有点不太平稳，然后夜间的出入量有点不太好，其他都还好。知道了。喂，好吗？你们balınızga? Ha, voy shu bolam. Do'konni taqirchi qilib chiqdi. Uyning qishki doktorxonaga akeldik. Hozircha qandaroq? X nurliq apparat tekshirib boqimiz natijasi ko'rib bir mundayli deydi. Ha, bo'ldi. Unda o'z tekshirish natijasiga qarab bir ish qilaylik. Nima? Sening doktorxonaga opamamdiq? Avval tekshirib qo'yinglar. Agar usqan zaxmlanmagan bo'lsa, doktorxonaga yetishning hojati yo'q. Ahvol qarab bir ish qilamiz. Sen-chi, sen kelmamsan? Men bugun dejurni turyapman. O'rnimda odam yo'q. Agar men bir amal qilib boqay, amal qila olsam-da cho'qim bormi? Bo'lamda? Ha, bo'pti. Shunday qilaylik. Ha, ma'qul. Xo'sh.
Apa, Cesur kelamdikan nima deydi? Cesur hozir dijonilik qilib etibdi. Ilojini qilib borman deydi. Xislatchi? Voy, xislat telefon olmadi. Qaysarga telefon qilsam, bir nimlan deb qo'yibdi telefonni. Yana ishtirga o'xshaydi. Bu bolalarni qanday qirliq ekan ta. Mushlaq jiddiy vaqt birsini ham topib olmaydi. Apa, tag'am kiyimni almashtirib bo'ldi. Ha, amisichu, sen xislatli Ra'noga bir telefon qilib boqay yana. Ha, ma'qul apa. Aka, sana yeni nima lazım? Mo'min chiqib akirib bersin. Shunday qilay. Yo, boshqa narsa lozim emas, bo'ldi. Cesurga telefon qilsam dejurni ekan, amal qilib boray deydi. Xislat bilan faqat aloqalashamadim. Balaga demasam bo'ladi. Cho'ngshomisa ya. So'ngakni saqlaydi. Qarab at chiqib ketamiz. Ukam Qaysar bilan aloqalashib baqsam bo'ldi. Osh jimiqib ketdi, yana bir ish chiqib qo'ymaganda, ha? Yo, undan emas, tog'a. Voy aka. O'zingdan bir ansirgina, yeni balam deysan-ku. Shuni deyapti. Qaysarchi Ra'navli billa. Agar chatoq chiqarib qo'ygan bo'lsa, allaqachon telefon kep bo'ladi. Telefon kamligini qaraganda yaxshi o'xshaydi. Ha? Shu. Anda olsa sizlarmi ketib damelanglar. Avallarım charchab qoldi. Voy, aka, mo'minchi qilib san qaray deyapti-da. Yo'q, bo'ldi. Men bir og'ir bo'lmasam ya. Ketaveringlar bo'ldi. Voy, yolg'izlik qilib qolasan? Unda bo'lmaydi, xotirjam bo'ling. Maylamsa, biz ketib atkilaylikmi? Ha, ma'qul. O'zingni avaylar, ha? Bo'ladi, ma'qul. Ma'qul. Siz meni yuraylik, tog'a. Bo'ladi. Ma'qul, xo'sh. Xo'sh. Xislat nima deydi? Telefon olmadi xislat. Ra'no telefon qilibdi. Nima deydi? Voy, Qaysar degan bangosh qo'y, yana ishlayapti. Hozir uydika. Voy, yen nima ishlayapti bu joyini? Akam anglab qolsin, menlar. Voy, direktor nima? Xislat. Direktor, keynim kirganmisiz-ku? Gipim tugilmagan to'sadiga. Voy, gipimiz og'lig'im yo'q dedim-ku. Nima ishqa? Hech ishqa. Xislat. Direktor, men sizga dedim-ku, gipimiz endi og'lig'im yo'q-da, nimdaq gap tushunmaysiz. Ustiga, men uyni oldiga kelib qoldik dedim, ko'rib qolsiz, satmamamdi. Xislat. Gipim tugilmagan to'san meni. Adam, ha? Nima ish oldi? Ya'ni nima ish derdim? Hech derimda. Ajab ish desa, va dadamla og'rib doktorxonada yotsa, sening jidal terib yurguningni. Ey, akam nima gunoh qilgan bo'lsa, ha qolsin dada o'tqani. Hamma! Men jidal termidim. Abi nima ish qilding? Avvalman xalqni mash suqib qo'ydim shu. Ha? Shu jidal emasmi? Amma, boya nima dedim? Dadam nima bo'ldi? Yiqilib tushdi. Men boray. Bo'ldi. Hozir berib, dadamning aramini buzma. Atogingchi borasi. Aytman sen bilan birga borayapman. Hey. Ma dadam doktorxonadan chiqcha ish termay jim yurjimi? Ma bugun tergan ishingning dadam o'qib qamsin, ha? Hayotning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi. Ashu cheksizliklar ichida huzur tuyg'usida atgan chayni tanlashning o'zi bir huzur. Huzur ham quvvatning mujassimi, huzur tuyg'usida atgan chayi. Ayollar gulga o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Tokilik, to'rliq, paxtalik, bambuq talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yulim qog'ozlari.
Қалғач маркалық софын парашюгі вәтіп әркін шығырызы. Вай неменің? Кірнан қалғач маркалық софын парашюгі. Minnettar bol körgen her bir günündün, rencişler dilimdin, tapalmasın cay. Cilviger gülnüm, tikini birge, güzel dur yüzüde, dal bulsun o ay. Cilviger gülnüm, tikini birge, güzel dur yüzüne, dal bulsun o ay. Mertler hemmigen uğşaşta kiyin, özgermez hakikat, hayat ve mamut. Kalbimde memnunluk bulsun barışıga, hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kısmetler hemmigen o'xshashla qiyin, hech kimga e'tibor qilmagan hayot. Qanoat baxtdir, baxt qanoat. Esingdan ketmasin shu oddiy savol. Mertler hemmigen o'xshashda qiyin, o'zgarmas haqiqat, hayot va mamut. Qalbimda mamnunlik bulsin barchaga, hech kimga e'tibor qilmagan hayot. Qismatlar hemmigen o'xshashla qiyin, hech kimga e'tibor qilmagan hayot. Qanoat baxtdir, baxt qanoat. Esingdan ketmasin shu oddiy savol. Esingdan ketmasin shu oddiy savol.